Gollywoodning mana shu Shawshankdan qochish filmini ko'pchilik ko'rgandir. Unda film qahramoni qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonadan devorni oddiygina bolg'acha yordamida teshish orqali qochib ketishni uddalaydi. Aslida dunyo tarixida maxsus qamoqxonalardan qochish holatlari hayotda ham ko'p kuzatilgan. Ana shunday shov-shuvli qochish O'zbekistonda, Termiz shahridagi tergov hibsxonasida ham sodir bo'lgan. Bir 1997 yilning 2-dekabri Termiz shahridagi tergov hibsxonasida trevoga bo'lib, erta tongdan hamma oyoqqa turadi. Hibsxonada saqlanayotgan 2 ashaddiy jinoyatchi xonasida yo'q edi. Mahbuslar saqlangan xonaga yugurib kirgan mas'ullar Shawshankdan qochish filmidagi kabi teshik devorni ko'rishadi. Qochib ketganlarning biri katta miqdordagi narkotik modda bilan ushlangan Afg'onistonlik Sattor ismli shaxs bo'lsa, ikkinchisi qotillik jinoyatini sodir qilgan Shavkat Yalkapov edi. Ularning ikkisi ham oliy jazo o'limga hukm qilingandi. 2 mahbus ham qochishga moyilligi bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan bo'lgan. Sattor va Shavkat ushbu hibsxonaga keltirilganiga qariyb 1 yil bo'lgandi. O'lim hukmi o'zgarishsiz qolgach, mahbuslarda qochish fikri tug'ilgan. Buni Sattor taklif qilgan. Qochib ketib, Afg'onistonga borib yashaymiz degan u sherigiga. Mahbuslar reja tuzgach, uni amalga oshirish yo'llarini o'ylay boshladilar. Ular avvalo temir kesadigan arra topadilar. So'ng xonadagi issiqlik batareyasi quvrini o'sha arra yordamida kesib, batareyani ushlab turishi uchun devorga qoqilgan 2 temir qoziqni sug'urib olishadi. Ana shu qoziqlar yordamida 28-noyabr kuni, ya'ni qochishdan 4 kun avval o'tkazilgan tintuvdan so'ng devorni teshishni boshlashadi. Mahbuslar birinchi kunda 4-5 ta g'ishtni joyidan ko'chirib olishgan. Tuproq va g'ishtlarni karavot tagiga to'plashgan. Devorni teshish ishi bir necha kun davom etgan. Ana shu kunlarda xonada tekshiruv ham o'tkazilgan, ammo teshilayotgan joy choyshab bilan yopib qo'yilgan bois buni hech kim payqamagan. 1997 yilning 1-dekabr kuni kechki payt mahbuslar devorni teshishni uddalashdi. Bir necha soat dam olishgach 2-dekabr tong soat 4larda devor teshigidan tashqariga chiqishadi. Mahbuslar hibsxona hojatxonasi ustidan o'tib, ma'muriyat binosiga chiqadilar. So'ng devordan oshgan holda qochib ketishadi. Sattor va Shavkatning hibsxonadan qochib ketishi shunchaki omad yoki tasodif emasdi. Negaki o'sha yillarda Termiz shahridagi tergov hibsxonasida yetarlicha sharoit bo'lmagani ham mahbuslarning qochishlarini osonlashtirib bergan. Jumladan o'sha paytda 210 o'ringa mo'ljallangan ushbu hibsxonada 1,5 mingga yaqin mahbus joylashtirilgan. Shularning 20 dan ortig'i o'lim jazosiga mahkum qilinganlar bo'lgan. Kunuz maqolani tayyorlash jarayonida o'sha vaqtda Termiz shahridagi tergov hibsxonasida tartibot va qo'riqlash bo'yicha boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan Abduvoyit Egamberdiyev bilan suhbatlashdi. Abduvoyit Egamberdiyev shov-shuvli qochish ortidan sudlangan 8 kishining biri edi. U Termiz shahar sudining 1998-yil 27-fevraldagi hukmiga ko'ra 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bizda o'lim jazosiga hukm qilinganlarni saqlash uchun bor yo'g'i 2 ta xona bor edi. Ularga 4 kishini joylashtirish mumkin, ammo hibsxonada 20 dan ortiq oliy jazoga hukm qilinganlar bor edi. Ularni saqlab turadigan joyning o'zi yo'q edi. 20 nafar shunday mahbusni 5 ta xonaga joylashtirganmiz. Sattor va Shavkat kasallarga ajratilgan maxsus jihozlanmagan xonaga joylashtirilgandi. Biz o'sha paytda Toshkentga ham bir necha bor o'lim jazosiga hukm qilingan mahbuslarni olib ketish haqida axborot berganmiz. Aslida ularni u yerda ushlab turishning o'zi noqonuniy bo'lgan, deydi Abduvoyit Egamberdiyev. Abduvoyit Egamberdiyev yuqori instansiyalarga shikoyat kiritib, o'ziga yuklatilgan xizmat vazifalarini bajarganini, jinoyat sodir etilgan kuni kechasi soat 2 dan 6 gacha barcha postlardagi nazoratchilarni tekshirganini, navbatchi smenadagi nazoratchilarning o'z vazifalariga sovuqqonlik bilan qarashlari oqibatida
mahbuslar qochib ketganini bildirgan hamda kamerani tintuv qilish vazifasiga kirmasligini aytgan. Biroq yuqori instansiya sudlari Termiz shahar sudining 1998-yil 27-fevraldagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. O'sha vaqtda sudlangan 8 kishining barchasi ma'lum muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Ularning ayrimlari keyinchalik oqlangan. Sattor va Shavkat hibsxonadan qochishni uddalashgan, biroq butunlay qochib Afg'onistonga o'tib keta olishmagan. 3 kunlik qidiruvdan so'ng ular chegara hududdagi qishloqda qo'lga olinadi. Mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng shov-shuvli qamoqdan qochish ishi tafsilotlaridan xabardor kishilarning aytishicha, mahbuslar tergov hibsxonasiga qaytarilgan va bir necha kundan so'ng Toshkentga olib ketilib, o'lim hukmi amalga oshirilgan.